Yashnobod tumanida jiddiy qonunbuzarlik, ko'p qavatli uyning asosiy yuk ko'taruvchi tayanch devori buzilgan. Yashnobod tumani Boyqo'rg'on mahallasi 3-uyda yashovchi fuqarolar tomonidan yo'llangan murojaat Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'rganilganda, tadbirkor tomonidan ko'p qavatli uyning yerto'lasida ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani aniqlandi. Ta'mirlash jarayonida ko'p qavatli uyning yerto'lasida asosiy yuk ko'taruvchi tayanch devorini buzgan holda o'zboshimchalik bilan eshik ochib, uyning seysmik barqarorligiga jiddiy shikast yetkazgan. Shuningdek, tadbirkor ko'p qavatli uyning ichki kommunikatsiya tizimlarini ham o'zboshimchalik bilan o'zgartirgan. Yerto'lani rekonstruksiya qilish qat'iyan bizni amaldagi qonunchilik talablarimiz bilan qat'iyan man etilgan. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi 3-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qonunbuzarga ba'zi hisoblash miqdorining 100 barobar miqdorida jarima belgilandi hamda mazkur holatni 15 kun muddat ichida bartaraf etilish yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatma berildi.